2021-yili A12 rusumli telefon olgandim, lekin o telefonda bir hafta 10 kun ishlatgan joyimizda telefonda o'sha nima tarafdan, o'sha servis tarafdan deb aytishdi, lekin servis tarafdan emas ekan, o'zi u zavodskoy brak, ya'ni zavodskoy kamchiligi borligi uchun o telefonni qaytarib olib berdik. Olib berdik, ular aytdiki, bo'ldi, men servisga ko'rsatib olib ketaverasizlar, ko'rsatib o'zim tuzattirib beraman dedi. Keyin bir hafta turdi ularga, keyin yana borib oldik, telefonni olsak, ular bo'ldi, mana tuzatib qo'ydik dedi. Ha, xo'p deb biz qaytarib olib keldik. O'sha mobaynda bir oy vaqt o'tdi. Keyin olib borsak, yana bir 2-3 kun ishlatganimizdan keyin yana telefon shu holatga tushdi. Men keyin olib borib berdim. Bo'pti deb qaytarib oldi. Bir oylikni to'lang dedi. Men bir oy davomida men yaxshi ishlatmadim-ku buni deb qaytarib berdim. Berganman, lekin ular shartnomani bekor qilmagan. Orada bir 2-3 marta pul tortdi. Aniq summasi hozir esimda yo'q, chekda bor-u. Pul tortdi, keyin men bordim. Borib boshlig'iga uchrasam, bo'ldi opa, ishingizni hal qilib qo'yaman, ketavering, shartnomani bekor qilib avtomatdan o'chirib qo'yamiz dedi. 3-4 oy pul tortmadi plastigimdan. Keyin yana tortishni boshladi. Xullas 2021-yildan 2025-yilgacha u summa 3.671.000 ga yetib qoldi, tortgan pullari. Keyin iste'molchi huquqlariga telefon qildim, chunki iste'molchi huquqlariga biz o'zimiz a'zo bo'lganmiz. To'g'risi, men iste'molchi huquqlarini bu tartibda şimdi tezda hal qilib beradi deb o'ylamagandim. 3 ish kuniga ham yetmadi. 2 ish kunida plastigimga o'sha mendan tortib olgan hamma summa qaytarib tashlab berdi. Keyin men borib ularga arizani yozib berdim. Haqiqatan ham shu iste'molchi huquqlari tezda ishimni hal qilib berdi. Rahmat.